Baxtit Umarov, Zahro buvam rollarda chiqqan. Men bu aktyorlar o'rnida faqat o'zimni otam, buvim, mana shu yaqinlarimni ko'rdim. Xuddi hayotim orqaga qaytib shular bilan birga bo'lgandek bo'ldim. Dadam juda mana Ra'no xonim aytib berdilar hozir, juda katta jasoratlari bo'lgan. Hozirgacha insonlar xotiralab eslaydi, juda ko'p chetdan boshqa joylardan hozirgacha mehmonlar kelib ketib yuradi, gapirsa juda gap bo'ladi, tarqasmaydigan. Qisqaroq gapiraman. Hammalarga rahmat. Mana shu yozuvchi Ra'no Odilova juda katta taassurot qoldirdilar. Mana shu yozayotgan paytlarda ham yig'lab eshitganmizda. Teatr aktyorlariga, aktrisalarga, hammalariga rahmat. Mana shu jasur Ikkinchi jahon urushida o'z hayotini garovga qo'yib, vatanim, xalqim deb o'lim o'chog'iga o'zini otgan shular qatorida dadam ham bo'lganlar. Mana shu mavzuni, mana shu tashabbusni ko'tarib chiqqan prezidentimizga katta rahmatlar deymiz. Juda ham yaxshi mavzu bo'ldi bu dolzarb mavzuni ko'tarib chiqdilar anchadan beri. Bu narsalar ko'tarilmagan edi. Ochig'ini aytsam, quvonchimizni ko'zda yosh bilan kutib oldik. Mana shu prezidentimiz shu tashabbusni chiqarganlari uchun. Dadam o'zlari juda sokin inson bo'lganlar, xalqparvar, insonparvar, vatanni, xalqni juda sevadigan inson bo'lganlar. Dilnavoz Shermatova. Sizning rolingiz, o'sha Matonat spektaklidagi rolingiz qay darajada ahamiyatga ega edi? O'sha rolingizdagi jarayonlar shu haqida ozroq gapirib bersangiz. U yerda men partizan qizni, ya'ni razvedkachi qizni ijro etdim. U qiz bola bo'la turib, o'sha qiz bola boshi bilan ikkilangani yo'q, qo'rqqani yo'q. U o'zini, o'sha vatanini, ota-onasini o'ylab yoki bir o'sha qadrdon insonlarini o'ylab yigitlar bilan, erkaklar bilan birga o'sha jang maydoniga kirib borib, qurol ko'tarib, o'shalar bilan birgalikda jang qiladi. O'sha vatan ozodligi, tinchligi uchun u o'zini qurbon bo'lishini o'ylamaydi. U o'zini qo'rqoqlik qilish, unga begona bo'ladi. U razvedkachilik qilib, o'sha vatanini ozodligi, tinchligi uchun o'sha jangda yigitlar bilan safda birga xizmat qiladigan qiz obrazini gavdalantirdim u yerda. Siz uchun mana shu obrazingizni yaratishda, gavdalantirishda qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Aynan biz bilamiz, har bir rolni o'sha aktrisaga mos qilib tanlashadi va